Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizni boshlaymiz bo'lmasam. Bugun 59-mavzudan keyingi mavzuyimiz ekan. 60-mavzu suyuqliklarda elektr toki. Hop, birinchi testdan boshlaymiz. Tahlil qilishdi. Elektrolitdan tok o'tganda oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari natijasida moddalarning elektrodda ajralish jarayoni qanday nomlanadi? Xullas kalom, bu jarayonimiz bizda elektroliz jarayoni deb ataladi. Hop, C variant 2. Elektroliz jarayonida berilgan elektrodda ajralib chiqadigan moddaning massasi elektrolitdan o'tgan zaryad miqdoriga qanday bog'langan? M teng K-Q, ya'ni massa zaryadga to'g'ri proporsional. Buni Faradayda birinchi qonun. Shuning uchun javobimiz C variant. Keyingisi. Hop, K ko'paytirilgan Q qanday ifodani, fizik kattalikni ifoda etadi? Hop, K elektrokimyoviy ekvivalent, Q zaryad. Hop, bu bizda elektrodda to'plangan modda massasini ifodalaydi. M teng K-Q. Shuning uchun elektrodda to'plangan ajralgan modda massasi D javob. Hop, 4. Kumush nitrat elektrolit eritmasi bo'lgan vanna o'zgarmas tok manbayiga ulangan. Agar elektrodlar orasidagi kuchlanish 2 marta oshirilsa, berilgan vaqt ichida katodda ajralgan kumushning massasi qanday o'zgaradi? Hop, elektrolit qarshiligi o'zgarmas. M teng hop K-Q. Hop, zaryadning formulasi I karati. Hop, zanjirning bir qismi uchun qonuni I teng U taqsim Rga ko'ra kuchlanish 2 marta ortadigan bo'lsa, hop, tok kuchi 2 marta oshadi. Tok kuchi 2 marta oshadigan bo'lsa, zaryad ham 2 marta oshadi. Zaryad 2 marta ortsa, massa ham 2 marta ortadi. Demak, javobimiz A variant bo'ladi. Keyingisi 5. Elektrolit eritmasidan 60 kilo zaryad o'tganda katodda qancha nikel ajralib chiqadi? M teng K-Q formulamiz. Hop, K'imiz 0.3 milligram ekan. Javobimiz ham milli ekan. Shuning uchun milligramdan nimaga kilogramga o'tkazish shart emas. Ko'paytirilgan 60. Ko'paytirsam 18 milligram chiqadi. Javobimiz A variant. Hop, keyingisi 6-test. Hop, mana bu ifoda orqali qaysi fizik kattalikni aniqlash mumkin? M massa, K elektrokimyoviy ekvivalent, W elektroliz jarayonida sarflangan energiyani. Elektroliz jarayonini hosil qilish uchun manbamiz qanaqadir energiya sarflaydi, to'g'rimi? Shu xuddi o'sha energiya yoki bajargan ish bo'lishi mumkin. Hop, W ko'paytirilgan K taqsim M. Biz o'sha manba tomonidan bajariladigan ishni bilamiz. Y kara U formuladan topiladi. Hop, mana shuni qo'yveramiz o'rniga. Y ko'paytirilgan U. Y emas, mana misol uchun Q desak ham bo'laveradi. Q kara U deylik. Shunda aniqroq bo'ladi. Q kara U ko'paytirilgan K taqsim massa degani K Q. Klar qisqaradi, Qlar qisqaradi. Natijada kuchlanishni o'zi qoladi. Demak, bu ifoda bizda hop nimani kuchlanishni berar ekan. Y javob. Keyingisi M ko'paygan U taqsim K ifoda qaysi fizik kattalikni ifodalaydi? M ko'paygan U taqsim K. M o'rniga yana o'sha K Q ni qo'yamiz. K Q ko'paytirilgan U taqsim K. Ular qisqarib ketsa, Q kara U bizda energiyani ifodalaydi. Ya'ni manba bajargan ish yoki sarflagan energiyasi. Ya'ni elektroliz jarayoniga sarflangan energiya, elektr energiyasi Y javob. Hop, keyingisi 8-test. Massa ko'paytirilgan kuchlanish taqsim energiya. K Q qo'yamiz. U energiyani o'rniga Q ko'paytirilgan U. Ular qisqarsa, K ni o'zi qoladi. Elektrokimyoviy ekvivalent chiqar ekan buni hisoblasak. Ya'ni o'zi buni tushundik. Moddaning kimyoviy elektrokimyoviy ekvivalenti D javob. 9. Yana xuddi shunaqangi test. W ko'paytirilgan K taqsim U. Albatta, yoyiladiganni yoyib tashlash kerak. Hop, energiyani Q ko'paygan U qilamiz. Ko'paygan K taqsim U. Ular qisqaradi. Q K, ya'ni bu nimani beradi? M deb beradi, massani beradi. Katodda ajralgan to'plangan massa deymiz. Hop, xullas kalom, elektrodda ajralgan modda massasi B variant. Keyingisi 10. Xullas endi bitta nima deyapti unda? P ko'paygan K kvadrat T kvadrat taqsim massa kvadrat orqali qaysi fizik kattalik hisoblanadi? Elektr tokini quvvat ekan P. Endi quvvat formulasi qanday topiladi? Quvvat topish uchun energiyani vaqtga bo'lish kerak, to'g'rimi? Hop, biz energiyani topamiz yerdan. Quvvat ko'paytirilgan vaqt bo'ladi. Yo, shunday qilaylik. Quvvatni o'zini shunday olib kelib qo'ysak, mana bu joyiga nima bo'ladi?
watt taqsim energiya taqsim t ko'paytirilgan k kvadrat t kvadrat taqsim massani kvadrat. Hop, t'larni bittasi qisqarib ketadi. W ko'paytirilgan k kvadrat ko'paygan t. M kvadratni o'rniga nima qo'yamiz? K kvadrat ko'paygan q kvadrat qo'yamiz. K quni. K kvadratlar qisqarib ketadi. Endi hop, energiyamiz nimaga teng? Q kara u ga teng. Ko'paygan t taqsim q kvadrat. Q kvadratni bittasi qisqarib ketadi. Hop, u ko'paytirilgan t taqsim q. Mana shu t ni mahrajga yozsam nima bo'ladi? Ya'ni u taqsim q taqsim t bo'lib qoladi, to'g'rimi? Q taqsim t bizga kuchlanish tok kuchini beradi. U taqsim i. U taqsim i bo'lsa bizga qarshilikni beradi. Ya'ni xullas kalom o'sha zanjirdagi qarshilikni bizga berar ekan bu formulamiz D javob. Hop, keyingisi 11. Bizni elektroliz qilishda, elektrolizda tok kuchini vaqtga bog'liqlik grafigi quyidagicha bo'lgan. Hop, tokni vaqtga bog'lanishi. Xullas kalom 40 sekundda qanchamiz ajralgan? M teng K Q. K ni beribdi. 0.33 millida so'rayapti ekan. Javob shuning uchun milligramda qoldiryapman. Endi bizga Q kerak, zaryad. I ni T ga bog'lanish grafigida mana bu yuzi bizga nimani beradi? Zaryadni beradi. Shuning uchun mana shu uchburchak yuzasini hisoblayman. S yuzamiz hop nima bo'ladi? 3 ko'paytirilgan 40 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni bu 60. Ko'paytirilgan 60. Massani hisoblaydigan bo'lsam, hop oxiri 8 li, ya'ni 19.8 milligram kelib chiqadi. Javobimiz A varianti. Keyingisi 12. Elektroliz jarayonida 20 sekundda 10.8 milligram modda ajralib chiqdi. Tok kuchini vaqtga bog'liqlik grafiki yordamida moddaning elektrokimyoviy ekvivalentini aniqlayapti. Bizga vaqt berilgan 20 sekund, ajralib chiqqan modda massasi berilgan 10.8 milligram. Hop, bizdan K so'ralyapti. Hop, birinchi bo'lib mana bu joydan nimani topamiz? Zaryadni topamiz. Zaryadimiz uchburchak yuzasiga teng. 20 ko'paytirilgan 6 taqsim 2. Ya'ni bunimiz 60 bo'ladi. Hop, massamiz 10.8. Ya'ni formulamiz M teng K Q. Hop, 10.8 K imiz noma'lum, Q imiz 60 ga teng ekan. K ni topadigan bo'lsam 10.8 ni 60 ga bo'laman. Bo'ladigan bo'lsa necha bo'ladi? 18. 18 mi? Hop, hozir hisoblaymiz. 108 taqsim 10 bo'lingan 60. Hop, 108 biz bilan 6 ni qisqartirsam 18, 18 taqsim 100. 0.118 chiqyapti. Javobimiz A varianti. Keyingisi 13. Ichida elektrolit eritmasi bo'lgan ikkita ketma-ket ulangan vanna ulandi. Xullas, birinchi vannada natriy xlor eritmasi, ikkinchisida AgNO3. Endi bu eritmani bilmayman to'g'risi, nimaligini. Nima deydi? Kimyoviy nimasini, misol uchun natriy xlor, misol uchun tuz bo'lishini bilaman. Endi buni bilmadim. Ag endi bu kumush, natriy, azot, keyin O3imiz endi kislorodmi, azotmi, shunaqangi bir modda. Yani xullas shularda aralashmasi eritmasi ekan qisqasi. Hop, endi qanaqadir nomi bordir buni. Hop. Xullas shular eritmasi mavjud. Elektroliz paytida birinchi vannada 11,5 gram natriy hop ajralib chiqqan bo'lsa, shu vaqtning ichida vannada ajraladigan kumushni massasini aniqlang. Enimiz endi bitta valentlik sifatida beryapti. Hop, endi nima qilamiz? Xo'sh. Ya'ni mana bunday bo'lyapti-da. Mana shunaqangi vanna bor ekan. Ikkita ketma-ket ulangan vanna mana. Xuddi shunaqangi bir holat. Bittasida o'sha natriy xlor bor. Ikkinchisida ana berilayotgan ikkinchi nima bor? Eritma bor. Tushunyapsizlar? Mana shunaqangi eritma bor. Xullas. Endi bitta nima qilamiz? Birinchisida ajralayotgan moddaning massasi 11,5 gram, ikkinchisida ajralayotgan modda massasini aniqlash kerak ekan. Hop, ikkalasida ham hozir oqib o'tayotgan tok kuchlari bir xil bo'ladi. Ya'ni biz massani tok kuchiga bog'lanish formulasini yozamiz. M teng kit degan formula bor. Ya'ni quruniga I karatani qo'yganda mana shu formula kelib chiqadi. Hop, buning uchun buni endi mana bu holatda yozaman. M1 birinchi holat uchun K1 ko'paytirilgan I ko'paygan T deyman. Ikkinchisi uchun M2 teng K2 ko'paygan I ko'paygan T deyman. Ikkalasida ham
Hop, nima bo'ladi? Zaryad bir xil bo'ladi endi. Zaryad deb mana. Hop, o'sha zaryad o'zi bir xil bo'ladi, chunki bir xil vaqt ichida, hop, bir xil tok oqib o'tgandan keyin o'sha ikkalasida hosil bo'layotgan zaryadlar ham bir xil bo'ladi. Shuning uchun hop, M1 ni M2 ga bo'lganimda K1 taqsim K2 qoladi xolos. Ya'ni bizda M1 ham o'zi necha gram ekan? 11,5 gram ekan. M2 ni topishimiz kerak ekan. Hop, endi K1 nimaga teng? K1 degani hop, molyar taqsim molyar 1 taqsim Z1. Ya'ni Z1 degani endi men Z yozishga o'rganganman. Endi ba'zi adabiyotlarda valentlikda N yozadi. N1 ko'paytirilgan 1 taqsim Faraday soni. K2 ni topish uchun ham xuddi shunaqa. Molyar 2 taqsim Z2 deb yozaman. Endi bitta N2 yozib ketaman. Valentlikda N deb beribdi. Ko'paygan 1 taqsim Farad. Ikkalasini nisbatini olib, ikkalasini K1 taqsim K2 orasidagi munosabat topaman. K1 taqsim K2 teng. Hop, endi ikkalasida ham qaysi moddadan deyapti? Hop, ikkalasida ham e'tibor bersalaring, natriydan deyaptimi? Kumushdan deyapti. Hop, birinchisida natriy ajralib chiqqan ekan, ikkinchisidan kumush ekan, to'g'rimi? Hop, kumushni nimasi necha bo'ladi? Nima deydi? Molyar massasi. Kumushning molyar massasi kumush nechinchi tartib raqamda turadi? Hop, shuni hozir bitta bilib olaman, bo'ptimi? Shuni 2 minutga pauza qilib turaman endi. O'zi pauza qilishim ham kerak yo'q ekan, mana bu yerda bor ekan-ku. Ozgina e'tiborli bo'lsak bo'ldi ekan o'zi. Ishga qaramabman. Hop. Birinchisida molyar massasi K1 taqsim ana molyar 1 taqsim molyar 2 bo'lib qoladi. N1 N2 lar ham qisqarib ketadi, chunki ikkalasida ham nimalar bir xil ekan, valentlik 1 ekanda. Hop, K1 ni K2 ga nisbati xullas kelam 23 taqsim 108 bo'ladi. Hop, endi M1imiz 11,5 taqsim M2 teng bo'lyapti 23 taqsim 108. 23 bilan 11,5 qisqarsa 2. Bu yerdan M2 ni topadigan bo'lsam 54 chiqadi. Mana shu joyda endi hisob kitobda ozgina nima bo'ldi? Tiqilinchli bo'lib qoldi. Mana shu joyda ashtiga e'tibor berasizlar. Javob. Hop, ikkinchisida ham xuddi shunaqa bo'ladi. 14-masala o'zlaringga qoldi. Hop, tushundilaring degan bittaman. Xuddi shunaqa qilib ishlaysizlar. Ketma-ket ulangan bo'lsa, hop, ikkalasidagi M teng mana bu formuladan foydalanib, M teng hop, kit degan formulani ishlatib ketaversalaring bo'ladi. Ketma-ketda tok bir xil bo'ladi. Keyin sodir bo'layotgan jarayon ham shu bir xil vaqtda bo'layotgani uchun vaqtlar ham teng yoki o'sha zaryadlari teng deb olib ketsa bo'laveradi. Shunaqa qilsak ham bo'laveradi bir tarafdan. Hop, keyingi masala 15. Hop, xullas kalom, agar xullas kalom mana shu eritma ekan endi bu qanaqadir. Shuni elektrolizi 8 volt kuchlanishda amalga oshirilsa, 330 grammni ajratish uchun qancha energiya sarflandi deyapti. Hop, sarflangan energiyamiz qancha? Buni topish uchun nima qilamiz endi? Xo'sh. Endi buni topishda haligi nimamiz, gapimiz yana manba bajargan ishdan foydalanamiz. Q kara U. Hop, endi Qni topish kerak. Qni M taqsim K dan topamiz. Faraday birinchi qonun. 330 gram, ya'ni gramdan kilogramga o'taman 10⁻³ taqsim 3/3 10 darajasi -7. Buni hisoblaydigan bo'lsam, necha bo'ladi? Hop, 1100 10 darajasi 4. Hop, W teng 8 ko'paygan 11 ko'paygan 10 darajasi 6. Ya'ni 88 megajoule bo'ladi, to'g'rimi? Energiya megajoule. Nimagadir qayerdadir xato qildimmi ekan? Deb, buni nima bo'ladi-ku axir? 10 bo'ladi-yu. Shunaqa 10, to'g'ri. 10 bo'ladi. Buni ham hozir 330 3.3 ga bo'ladigan bo'lsa, 100 bo'ladi-da. Buni 1 bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bitta 8 megajoule chiqar ekan. Hisob kitobiga hushyor bo'lasizlar. 16. Hop, elektroliz jarayonida elektroddan o'tayotgan tok kuchini 6 marta oshirsak, tok o'tish vaqtini 2 marta kamaytirsak, elektrodda ajralgan modda massasi M teng kit. Ya'ni tok kuchi 6 marta oshirsa 6i, vaqt 2 marta kamaytirsa T taqsim 6 bilan 2 qisqarsa 3, bu degani massamiz 3 marta oshdi degani. Hop, shuning uchun javobimiz D variant bo'ladi. Keyingisi 17.
Elektroliz jarayonida elektrolitdan o'tuvchi tok kuchini 4 marta kamaytirsak va tok o'tish vaqtini 2 marta oshirsak, elektrolitdan ajralib chiqayotgan modda massasini toping. Hop, massamiz tok kuchiga to'g'ri proporsional, massamiz vaqtga ham to'g'ri proporsional. Hop, endi tok kuchini 4 marta kamaytirsak, hop, tok kuchi 4 marta kamayadigan bo'lsa, massa ham 4 marta kamayadi. Endi tok o'tish vaqtini 2 marta oshiradigan bo'lsak, massa ham 2 marta oshadi. Endi tasavvur qilinglar. Biz shunday qilyapmizki, bitta qanaqadir bir sonni 4 marta kamaytirib 2 marta oshiryapmiz. Misol uchun bitta ixtiyoriy bir son olaylik. Misol uchun 4 ga bo'linadigan bir son olaylik. Misol uchun 8 degan son olaylik. Bu 8 degan son bor edi. Buni birinchi 4 marta kamaytirdik. Necha bo'lib qoladi bu? 2 bo'lib qoladi. Keyin buni 2 marta oshirsa necha bo'ladi bu? 4 bo'lib qoladimi? U dastlab o'zi 8 edi mana bu joyda. Oxirida necha bo'lib qolyapti? 4 bo'lib qolyapti. Bu necha marta o'zgaryapti? 2 marta. Kamaydimi, ortdimi? Kamaydi. Demak, massamiz ham 2 marta kamayadi. Xuddi shunaqa qilib olib ketsak bo'laveradi bunaqangi testlarda. Misol uchun, endi bu ishlashning bir oson yo'li. Agar ozgina shunaqangi misollarda qiynalsangiz, shunaqangi bir son olib turib hisoblab ketsangiz bo'laveradi. Hop, to'g'ri chiqaradi 18. Keyingisi elektrokimyoviy ekvivalenti K'si shunga teng bo'lgan moddani ikki valentli ionini massasini toping. M teng K'u. K'imiz endi molyar taqsim Z ko'paygan 1 taqsim farad. Endi bu yerda Z valentlik 2 ekan. Kimyoviy ekvivalenti. Xo'sh. Ko'paytirilgan Q. Hop, bizga hozir kimyoviy ekvivalentini beryapti ekan. Buni berdi. K'ni berdi. Berilganlarni yozaylik-da, kelinglar. Ozgina bu masalada. Masala 2 qator ekan, lekin ozgina nima qilib qo'yapti. K teng 2 darajasi -7 kilogramm taqsim kulon bo'lgan moddaning ekvivalentli ionini massasini toping. Ionini massasini topish kerak ekan. Valentligi Z'imiz 2 ekan. Xullas kalom massani topish kerak. Buning uchun bizga nima kerak? Albatta K'u formulaga ko'ra zaryad kerak bo'ladi. Hop, buning uchun bizga Q kerak ekanda. Q'ni topib kelish kerak. Q'ni qayerdan topaman? Xo'sh. Endi buni qayerdan topsam bo'lar ekan endi? Xo'sh. K'ni formulasi molyar taqsim Z ko'paytirilgan 1 taqsim Faraday soni mana. Xo'sh, mana shu joyda molyarni topsam qanday bo'ladi? Molyar massani topsam. Kelinglarda o'zi Faradaydan birlashgan qonunni yozib bir yo'lini maqib ketaman. M teng molyar taqsim Z ko'paygan 1 taqsim farad ko'paytirilgan Q, to'g'rimi? M teng molyar taqsim Z ko'paygan. Faraday soni nimaga teng? Faraday soni elektron zaryadi bilan Avogadro soni ko'paytmasiga teng. Ko'paygan. Mana bu Q degani nimaga teng? Q degani E kara N. Ya'ni N'imiz elektronlar soni bo'ladi. E qisqarib ketdi mana. To'g'rimi? Shunaqami? Hop, endi hop, mana shu joyda hop, hopbatda bir formula bor ekan. Xo'sh, endi bu formulani keyinchalik bir nima qilib isbotini tashlab qo'yaman guruhga. Hop, endi bu masalalarda to'g'risi men qachon ko'rganman?
o'tgan yili ko'rganman-da, to'g'risi. Hozir ishlayotgan paytimda ayni dani momentda deydi-yu. Hozir misol uchun nima qilganim yo'qmanda, misol uchun bir karra ko'rib chiqishga ham bir nima bo'lgan yo'q. Shuning uchun hozir mana deyarli ko'p masalani ashtasi baravar biryo'lash video yozilayotganda ko'rib ketyapman. Shuning uchun ozgina kamchiliklar bo'lib qolyapti. Buning uchun uzr so'rayman. Hop, formula mana bunaqa ekan. K ko'paytirilgan, n ko'paytirilgan y. Mana shunga qo'yar ekanmiz. K'imiz 2 darajasi minus 7, n'imiz ya'ni valentlikda n z qilib yozsa farqi yo'q, 2 ekan. 2 ko'paytirilgan 1/6. Buni hisoblaydigan bo'lsa, yana 1/6 10 darajasi minus 19. Ionni massasi. Hop, 6,4 10 darajasi minus 26 kilogramm. C variant bo'lar ekan. Keyingisi. Hop, 19. 19 da ham xuddi shu. Ion massasi. Ion massasini topish uchun demak, hop, hozirgi formulamiz. K ko'paytirilgan, n ko'paytirilgan y. K degani 10 darajasi minus 7, n degani 3 valentli 3 ko'paygan 1/6 10 darajasi minus 19. 4,8 10 darajasidan minus 26 kilogramm. Javobimiz y variant ekan. Hop, keyingisi 20. Bir xil mis sulfat eritmasi bo'lgan ikkita elektrolitik vannani elektrodlari orasidagi kuchlanish U1 teng U2 teng 2U ga teng. Bir xil miqdorda energiya sarflanganda vannalarda ajralib chiqadigan mis massalar o'rtasidagi munosabatni toping deyapti. Ya'ni nimalarimiz, energiyalarimiz formulasi nimaga teng? Q kara U. Hop, endi mana shu joyda Qni biz m taqsim k orqali topsak bo'ladi. Ya'ni modda massasiga bog'liqlik ravishda. Hop, endi e'tibor berasizlar. Mana shu joyga m taqsim k ni qo'yadigan bo'lsam, mu ko'paytirilgan taqsimini k bo'ladi, energiya. Ya'ni energiyani massa kuchlanishga mana bunaqangi qilib bog'lab formulasini ishlatsa bo'lar ekan. Endi aytayaptiki, hop, bir xil miqdorda energiya sarflangan, ya'ni bunda W1 energiya, bunda W2 energiya sarflangan bo'lsa, bu energiyalar bir xil deyapti. Bir xil bo'lsa, o'sha holatda massalar orasidagi munosabat qanaqa bo'ladi deyapti. Yozyapman. W1 M1 U1 taqsim K1 teng W2 miz M2 K2 U2 bo'ladi. U2 taqsim mana K2. Ikkalasi ham bir xil mis sulfat eritmasi bo'lgani uchun uni Klar bir xil bo'ladi. Hop, M1 ko'paygan U1 miz U ga teng. M2 ko'paygan U2 miz 2U ga teng. Ular qisqarsa M1 miz 2 M2 ga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni shunaqa bo'ladi. Natija mana bu C variantda chiqib turibdi. Hop, keyingisi 21. Reostatni surguchi birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganda zanjirdagi tok kuchi katodda ma'lum vaqt ichida ajralgan kumush massasi qanday o'zgaradi? Massani formulasi kit formulasidan foydalanadigan bo'lsak, hop, massa bu yerda tok kuchiga to'g'ri proporsional holatda. Tok kuchi ortsa, massa ham ortadi. Endi biz birinchi tok kuchini bilamiz. Butun zanjir uchun Ohm qonuni EUK taqsim R + R yoki I teng U taqsim R sifatida ko'rsak ham bo'laveradi. Manbani EUKsi. Hop, mana bu endi R rezistor mana shu. Qarshilik o'zgaradi. Endi birinchi holatdan ikkinchi holatga olib kelinadigan bo'lsa, mana bu holatga olib kelinadigan bo'lsa, hop, bu yerda qarshilik nima bo'ladi? Kamayadi. Tushunyapsizlarmi? Mana bu holatdan hop, dastlab mana shuncha qismi ishlayotdi. L1 edi. Keyingi holatda bo'lsa, mana bu holatga keltirilyapti. Ya'ni bu birinchi holat, ikkinchi holat. Mana bu holatga keltirilyapti. Ikkinchi holatda uzunlik kamayapti. Ya'ni bu holatda qarshiligi R1, mana bu holatda qarshiligi R2 bo'ladi. Hop, bilamizki, qarshiligimiz uzunlikka to'g'ri proporsional. Shundan hop, dastlab uzunligi katta edi, ishlayotgan qismi ikkinchi holatda ishlayotgan qismi nima bo'lyapti? Mana bu yerda kamayyapti. Demak, bu hozir qarshiligimiz R2 miz kamaydi. Mana bu mahraj kamaysa, tok kuchi nima bo'ladi? Oshadi. Tok kuchi ortibdi. Tok kuchi ortsa, demak, massa ham nima qilgan bo'ladi? Ortgan bo'ladi. Ikkalasi ham ortadi. Javobimiz A variant. Keyingisi 22. Bir xil mis oksidli eritmasi bo'lgan ikkita elektrolitik vannani elektrodlari orasidagi kuchlanish U1 teng U, U2 teng 3U ga teng bo'lsa, bir xil miqdorda energiya sarflangan. Mana bunda W1, mana bunda W2 energiya sarflangan bo'lsa, bular bir xil ekan. Birinchi vannada 0,6 kilogramm, ikkinchi vannada qancha massa ajralib chiqadi deyapti. Yani energiyani mana bu formulasi hozir yuqorida yozgandek M ko'paytirilgan U taqsim K. To'g'rimi?
mana shundan foydalanamiz. W1 degani M1 U1 taqsim K1 teng M2 U2 taqsim K2. M1imiz 0,6 kg ko'paygan, U1imiz Uga teng taqsim K1. Hop, M2imiz noma'lum, kuchlanishimiz 3U ga teng ekan, U2imiz. Mana K2. Ikkalasi ham bir xil mis oksidi bo'lgani uchun Klar bir xil, elektrokimyoviy ekvivalentlar, kuchlanishlar bir xil. Bu yerdan M2 ni topadigan bo'lsam 0,2 kg kelib chiqadi. D variant. Keyingisi 23. Elektrolitik dissotsiatsiyalanish hodisasi. Dissotsiatsiyalanish degani hop ionlarga ajralishi bo'ladi. Ionlarga bo'linish neytral molekulalardir. Hop, endi ajob bo'lmaydi, birikish bo'lmaydi, sajob ham bo'lmaydi, molekulyar hosil bo'lish bo'lmaydi, ionlanish bo'lmaydi. U qizdirilganda termo degan so'z qatnash kerak bo'ladi. Qizdirildi desa, javobimiz B bo'ladi. Shuning uchun ham 24. K ko'paytirilgan W taqsim U qanday fizik kattalik? K ko'paygan. Buni Q kara U qilamiz, taqsim U. Ular qisqarib ketsa K Q bu massani beradi. Katodda ajralayotgan modda massasi elektrodda. Katod deyapman, elektrodda. Ajob. Katodga tilim ketib qolyapti, nimagadir. Mayli. Keyingisi 25. Mis sulfat eritmasi solingan 3 ta bir xil vannalar sxemasi kabi ulanadi. Ma'lum vaqt ichida birinchi vanna katodda ajralib chiqqan mis massasi M1 bo'lsa, ikkinchi va uchinchi vannalarda ajralib chiqayotgan mis massalarni nima qiling deyapti, aniqlang deyapti. Hop, mana bu joyda endi bunda nima qilamiz? Hop, massani topish formulasi kit. Tushunyapsizmi? Mana shu formuladan ketamiz. Hop, birinchisida massa M1, bunda M ekan. Ikkinchisida ham M massali nima ajralib chiqadi? Katod nima deydi? Katodda shuncha massali nima, qanaqa nima ekan? Mis sulfat bo'lsa, xullas qanaqadir modda ajralib chiqadi, xullas kelam. Misol uchun biz natriy xlorda ko'rganmiz. Ya'ni bizda nima ajralib chiqardi? Natriy chiqardi, to'g'rimi? Xlor gaz bo'lib ketadi, natriy o'sha qolib ketardi elektrodda yopishib. O'sha natriy massasini topardik misol uchun. Hozir bu yerda ham shunaqangi ikkita vannani ketma-ket ulagan. Ikkalasidan oqib o'tayotgan to'klar bir xil bo'ladi-da. Ikkalasining misol uchun qarshiligi bir xilda, hozir hammasining qarshiligi bir xil. Chunki 3 ta bir xil idish deyapti, ya'ni vanna deyapti. Chunki qarshiliklarni teng deb olyapman. Ikkalasi ketma-ket bo'lgandan keyin ikkalasidan oqib o'tayotgan to'klar bir xil. To'klar bir xil bo'lgandan keyin mana bu formulaga ko'ra ikkalasidagi ajralib chiqadigan modda massasi ham bir xil bo'ladi. Hammasida K bir xil. Endi demak M2 mizdan nima bo'lar ekan? M bo'lar ekan. B bilan D chiqib ketdi. Endi biz uchinchisini topishimiz kerak. Bunga endi e'tibor berasizlar. Tepa bilan pastda kuchlanish teng bo'lishi kerak. Yuqorida kuchlanishimiz 2IR bo'ladi-da. Pastda ham kuchlanish nima bo'lishi kerak? U1, U2. Bu pastdagi tok kuchimiz endi qanaqadir X bo'lsa, X ko'paygan R. Pastda ham tepada ham nimalar bir xil bo'lishi kerak? X. Kuchlanishlar bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni U1 U2 ga teng bo'lishi kerak. Shundan 2IR imiz X kara R ga teng bo'lsa, qarshiliklar qisqarib ketdi degan bo'lsa, X imiz 2 ga teng. X imiz 2 ga teng. Demak, endi pastdagi M3 dagi massani topish uchun mana shu formulaga qo'yaman. Kit, ya'ni endi bu yerda hozir boshqa yerda yozaman formulani. K IX ko'paygan T. X o'rniga 2 ga qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? 2 kit. Kitimiz o'zi M ga teng. Demak, bu 2M ga teng ekan. Demak, 3-vannamizda 2M massali, misol uchun qanaqadir modda ajralib chiqadi. Mis sulfatda endi. Hop, demak javobimiz C variant bo'lyapti. Keyingisi 26. Hop, elektroddan o'tganda katodlarda ajralgan mis massalar o'rtasidagi hop qaysi munosabatlar to'g'ri deyapti, to'g'rimi? Hop, qaysilar to'g'ri bo'ladi? Hammasida hozir nima bir xil bo'ladi? Tok bir xil bo'ladi. Birinchisida mis, ikkinchisida mis sulfat. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Yana bu yerda mis xlor, bir narsali qanaqadir eritmalar bor ekan. Bu yerda o'zi massani formulasi kit, mana shu formuladan foydalanamiz. Hammasida tok bir xil. Hammasida o'zi deyarli bir xil vaqtda sodir bo'ladi. Klari ham menimcha shu bir xil bo'lsa kerak. Hop, shuning uchun hop bir xil bo'ladi-da hammasida. Hop, ya'ni nima deydi? Hammasida mis nimasi qatnashyapti-da. Tushunyapsizlar? Shuning uchun ham hozir bu yerda hammasida Klar bir xil bo'ladi. I'lar, T'lar bir xil bo'ladi. Shuning uchun hammasi hozir massalar teng chiqadi. Hop, keyingisi 27.
Hop, 27da mis sulfat eritmasi solingan bir xil vannalar rasmdagidek kabilangan. Ma'lum vaqt ichida ikkinchi vannada 20 gramm mis ajraldi. Shu vaqt ichida birinchi va uchinchi vannalarda qancha mis ajraladi deyapti. Mana bunda 20 gramm ekan. Tushunyapsizlar? Demak, mana bunda ham 20 gramm ajraladi. 20 gramm, 20 gramm. Chunki ikkalasi parallellangan. Ikkalasida hozir bir xil vanna bo'lgani uchun qarshiligi bir xil. Ikkalasida kuchlanishlar bir xil. Demak, ikkalasidagi toklar ham nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Endi ikkalasida misol uchun toklar i dan bo'lgan bo'lsa, dastlab mana bu yerda 2 i bo'lganda, 2 i bo'ladigan bo'lsa, bundagi massa battagilarda nima bo'ladi? 2 barobar katta bo'ladi. Ya'ni bu yerda 40 bo'ladi. Tushundilaringmi, tushunmayapsizlarmi? Ya'ni biz buni m teng kit formulasidan bilyapmiz. Endi bu hali kit emas dengizdagi. K qo'ydi, qonuniga it qo'yganmiz. O'shandan kit degan formula kelib qolgan. Shu kit deb yodlaganmiz endi biz o'rganganmiz shu yoshligimizda. Hop, sizlarga ham shunaqa tavsiya bersam bo'laveradi. Hop, demak, birinchi vannada 40 gramm deymiz. Ikkinchi vannada 20, uchinchi vannada 20 gramm. Ya'ni B javob bo'ladi mana. Tushundinglar deb o'ylayman. Keyingisi 28. Mis sulfat eritmasi solingan bir xil vannalar rasmdagi kabi ulangan. Ma'lum vaqt ichida birinchi vannada 60 gramm mis ajraldi. Shu vaqt ichida 3 va 4 vannalarda qancha mis ajraladi deyapti. Birinchi vannada. Mana bu vannada mana bundan qaranglar. Endi aytaman-da. Bu yerdan misol uchun i tok kelyapti. Shunda buni massasi 60 gramm bo'lyapti ekan. Hop, endi hammasini qarshiligi bir xil. R. Hop, endi e'tibor berasizlar. Hop, mana bu tarafga i1 tok yuradi, mana bu tarafga i2 tok yuradi. i1 ga i2 ni qo'shganim nimaga? I ga teng bo'ladi. Hop, tepada ham pastda ham mana bu joydagi kuchlanish U1 bo'lsa, pastdagi kuchlanishimiz U2 bo'lsa, bu ikkalasi bir-biriga teng. Ya'ni U1 degani i1 ko'paygan R, i2 degani U2 degani i2 karra 2R. To'g'rimi? Mana shundan foydalanadigan bo'lsam, hop, i1imiz 2 ga teng. Hop, buni olib kelib yerga qo'yadigan bo'lsam, i2imiz i taqsim 3 ga teng. i1imiz bo'lsa 2i taqsim 3 ga teng. Xo'sh, endi bu degani nima degani? Hop, endi qaranglar. Mana bu joyda massamiz M1 60 gramm bo'lsa, M1 topishni nima qilganmiz? K ko'paygan, I ko'paygan, T dan foydalanganmiz. M2 ni topish uchun K ko'paytirilgan. I2 degani endi mana bu nimadagi? Ikkinchi nimadagi? Vannadagi nima deydi? Hop, massa. Buni topish uchun K ni I2 ga va T ga ko'paytiramiz. Hop, endi M4 ni topish uchun K ni I1 ga, keyin T ga ko'paytiramiz. E'tibor bersalaring, K I2 ni o'rniga nima qo'yaman? I taqsim 3. Kit taqsim 3. O'zi 60 edi. Kitimiz 60 bo'lsa, bu 20 bo'lar ekan demak. Endi K I1imiz 2i taqsim 3. I T ko'paygan 2 taqsim mana 3. Mana bu 60. 60 ni 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lib beraman. Ya'ni 40 bo'ladi bu. 40 mana. Demak, 3-vannada hop, ikkinchi vannada qancha bo'lsa, 3-vannada ham shuncha bo'ladi. Chunki ketma-ket. Hop, 3-vannada 20 gramm, 4-vannada 40 gramm. 20 va 40 degan javob topib belgilaymiz. Ya'ni Y varianti. Keyingisi 29. Quyida mis sulfat eritmasi solingan elektrolitik vannada tok kuchini vaqtga bog'lanish grafiki berilgan. Necha sekundda katodda shunchamiz ajraladi. Misli kimyoviy ekvivalenti shuncha. Hop, 29. M teng K yoki kit taqsim 2. Chunki mana bu joyda hop, mana bu yuzach burchi yuzasi nima beradi? Zaryadni beradi. Hop, 6 ni T ga ko'paytirib 2 ga bo'lish kerak. Ya'ni 3T bo'lar ekanda. Massasi 9 mg. Milligramda chiqaradi javob. Endi K bilan qisqarib ketadi. K ni o'rniga 0.3, Q ni o'rniga 3T qo'ydim mana. Ya'ni mana bu joydan. Hop, T ni topadigan bo'lsam bitta 10 chiqar ekan, 10 sekund. Bo'ldi, javobimiz C varianti. Keyingisi. Hop, necha? 29 dan keyin 30. Mis sulfat eritmasi solingan 4 ta bir xil vannalar rasmdagi kabi ulangan. Ma'lum vaqt davomida birinchi vannada 30 mg mis ajralib chiqdi. Shu vaqt ichida ikkinchi vannada necha milligramm mis ajratiladi? Xo'sh, 4 ta bir xil vanna ekan. Hammasi qarshiliklar bir xil bo'ladi. Buni yozib qo'ysak bo'laveradi. Hop, endi shu vaqt ichida ikkinchi vannada necha milligramm? Hop. Birinchi vannada ekan.
Bunda 30 milligram, bunda ham 30 milligram ajralib chiqadi. Chunki ketma-ketda. Hop, endi e'tibor beramiz. Endi buni yozishimiz kerak ekanmi o'zi? Ikkinchi vannada necha milligram ajralib chiqadi. Massani mana bu formulasini ishlatamiz yana. Kit ishlatamiz. Nisbatan tok chiqadi. Qanchadir tok chiqyapti. Hop, mana bu joydagi umumiy nimamiz, kuchlanishimiz U2 bo'lsa, mana bu tepadagi kuchlanishimiz U1 bo'lsa, U1 bilan U2 bir-biriga teng bo'lishi kerak. Buning uchun mana bu tarafga kelayotgan I1 tok bilan mana bu tarafga kelayotgan I2 toklar, ya'ni I1 ko'paygan 2R bilan I2 ko'paytirilgan R taqsim 2 o'zaro nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. R'lar qisqarib ketsa, I2miz 4 ta I1 ga nima ekan? Teng ekan. To'g'rimi? I2miz 4 ta I1 ga teng ekan. Ya'ni aytyapman, M1 ni topish uchun birinchi vannadan ajralayotgan massani topish uchun K ko'paygan, I1 ko'paygan T dan foydalanaman. Hop, endi ikkinchi nimadagi vannadagi nimadan ajralib chiqayotgan nimani topish uchunchi? Hop, nima deydi? Massani topish uchun nima qilaman? K ko'paygan, I2 ko'paygan T taqsim 2 qilaman. Sabab, chunki mana bu I2 to'kim badga kelganda ham yana 2 ga bo'linadi. I2 taqsim 2, I2 taqsim 2, shuning uchun 2 ga bo'lyapti. Endi bu o'zi nechaga teng ekan bizda? Bu 30 ga teng ekan. Birinchi vannadagisi 30 deyapti. Hop, endi yozyapman men. Hop, I2miz nimaga teng edi? 4 I1 ga tengmi? Olib kelib qo'ysam, bu yerda 2 ta K I1 T bo'lib qoladi. Ya'ni bu ham bo'lsa necha bo'ladi? 60 bo'ladi. Tushundilaring? Demak, bunimiz 60 ekan. Ikkinchi vannada 60 milligram xullas kelam modda ajralar ekan degan javobni olsak bo'ladi demak. Keyingisi 31. Mis sulfat eritmasini elektroliz qilish 4 volt kuchlanish ostida amalga oshirildi. 1 megajoule energiya sarflab necha gram massali xullas kelam misol olish mumkin. Energiyani formulasi hop mu taqsim mana K. Hop, 1 megajoule, ya'ni 10 darajasi 6 teng. Massamiz noma'lum, ko'paytirilgan kuchlanishimiz 4 volt taqsim 0.3, 10 darajasida minusdan millida 10⁻3, ya'ni kilogramga o'tkazish yana 3 ga bo'ladi, mingga bo'ladi. 10⁻6 bo'ladi. Hop, m teng 0.3 taqsim 4. 0.3 da 4 ga bo'ladigan bo'lsam, hop, 0.1075 kilogram. Buni gramga o'tkazish uchun mingga ko'paytiraman. Mingga ko'paytirsam 75 gram chiqadi. Javobimiz D. Keyingisi 33. Hop, elektroliz jarayonida katodda T vaqt oralig'ida ajralib chiqqan modda miqdori nu, molyar massa mu, elektrokimyoviy ekvivalent K bo'lsa, eritmadan o'tuvchi tok kuchini qanday ifoda bilan aniqlash mumkin? Ya'ni K teng nima bo'ladi? Formulamiz K teng mana bu Faraday birinchi qonun M teng K U. Hop, K ko'paygan I ko'paygan T. M teng I ko'paytirilgan T teng ko'paytirilgan K ni mana bunda yozsa bo'ladi. Molyar taqsim Z ko'paytirilgan 1 taqsim farad deb yozsak bo'ladi. To'g'rimi? Xo'sh, shunday qilib yozdik ham deylik. Bizda endi Z yo'qda baribir. Kelinglar, bundan ketmaymiz. Yaxshisi mana bu yerdan nimani topamiz? Tok kuchini topamiz. M taqsim KT bo'ladi, to'g'rimi? KT bo'ladi. Shunaqa. Xo'sh, endi M taqsim KT bo'lsa, biz mana bu formulani bilamiz. Nu teng M taqsim molyar. Shu yerdan massani topsak, molyar kara nu bo'ladi. O'rniga qo'yib yuboramiz. Molyar kara nu taqsim KT. Demak, mana bizda tok kuchini formulasi kelib chiqdi. Molyar kara nu taqsim KT. E varianti. Bo'ldi. Menimcha shu bilan nimamiz tugadi desam, yana bitta bor ekan.
32 masala bor ekan, mana bitta tashlab ketdim. Hop, kattaligi uchun baqa qo'yib qo'ygan edim. Yaxshi. Keyingisini 32 oxirgisi mana shu. Hop, eritmalarda elektr tokini o'rganishda o'quvchi talabalarga berilgan zanjirni yig'ishni taklif qildi. Vannadagi suv distillangan suv bo'lsa, kalit yopiq bo'lganda vannaga ketma-ket ulangan ampermetr ko'rsatkichi 0 ga teng bo'ladi. Vannadagi biroz birikmasi qo'shilganda ampermetr va voltmetrning ko'rsatkichi 5 amper va 40 voltga teng bo'ladi. 1 soat ichida elektrodda necha gramm mis ajralib chiqadi? Kani beribdi. Xullas kalom, energiyani topish kerak ekan. Energiyaning formulasi UIT degan formulamiz bor. Mana shundan energiyani topsak bo'ladi. 5 amper ko'paygan 40 ko'paytirilgan 3600 ko'paytiradigan bo'lsam 720 kilojoule chiqadi. Endi massaga keladigan bo'lsak, massani formulasini mana bu formula orqali topsak bo'ladi. Massani topsam WK taqsim U. Hop, W degani 720 10 darajasi 3 ko'paytirilgan K'imiz 0.3 10 darajasi -6 taqsim kuchlanishimiz 40 volt. 40 bilan 720 qisqarsa 18. 18 dan 0.3 ga ko'paytirsam 5.4 10 darajasi -3 kilogramm. Buni grammga o'tkazsak mingga ko'paytiramiz. O'shanda 5.4 gramm kelib chiqadi. Shunda javobimiz E variant bo'ladi. Shuning bilan hop, bizni 60-mavzuyimiz yechimlari o'z nihoyasiga yetdi. Hop, mavzu yechimlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, hop, mamnunmiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hop, to'g'ri tushunasizlar. Endi odam qilgandan keyin baribir qayerdadir kamchiliklar bo'ladi. Hop, shuning bilan bugungi yechimimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.